Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz avtomobil olamida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan yangi model Suzuki Jimny Pickup Concept haqida batafsil gaplashamiz. Bu oddiy Jimny emas. Bu afsonaviy Jimny'ning pikap ko'rinishdagi yangi talqini bo'lib, u off-road kuchi va yuk tashish qulayligini birlashtiradi. Birinchi qarashdayoq avtomobilning qanchalik agressiv va kuchli dizaynga ega ekanini ko'rish mumkin. Old qismida dumaloq LED farlar, qora radiator panjarasi va markazda Suzuki logotipi joylashgan. Bu dizayn unga haqiqiy off-road ruhini beradi. Yon tomondan qaralganda, baland clearance, keng gildirak arkalari, katta all-terrain shinalar va sport uslubidagi disklar Jimny Pickupni haqiqiy yo'ldan tashqari yurishga tayyor mashinaga aylantiradi. Orqa qismida esa ochiq yuk platformasi mavjud bo'lib, bu uni fermerlar, kichik biznes egalari va sayohatchilar uchun juda qulay qiladi. Kutilishicha, Suzuki Jimny Pickupda 1.5 litrli benzin dvigatel o'rnatiladi. Ushbu motor taxminan 100-105 ot kuchi ishlab chiqaradi. 5 pogonali mexanik yoki avtomatik uzatmalar qutisi bilan taklif qilinishi mumkin. Eng katta ustunliklardan biri Allgrip Pro tortiq tizimi. Bu tizim mashinaga qum, loy, qor va tog' yo'llarda ham ishonch bilan harakatlanish imkonini beradi. Past uzatma, lov rangi rejimi esa og'ir sharoitlarda maksimal tortish kuchini ta'minlaydi. Osma tizimi maxsus off-road uchun sozlangan. Qattiq oqlar va spiral prujinalar tufayli mashina notekis yo'llarda ham barqaror yuradi. Yoqilgi sarfi. Tortiq pikap bo'lishiga qaramay, Jimny Pickup taxminan 12-15 litr yoqilgi tejamkorligini taqdim etishi kutilmoqda. Bu esa uni kundalik foydalanish uchun ham maqbul qiladi. Xavfsizlik va texnologiyalar. Suzuki Jimny Pickupda quyidagi xavfsizlik funksiyalari bo'lishi mumkin. ABS va EPT. 2 dona havo yostiqchalari. Traction control. Hill Halt Assist. Lane Departure Warning. Elektron barqarorlik tizimi. Salon ichida esa zamonaviy multimedia ekran, Bluetooth, USB, ko'p funksiyali rul, avtomatik konditsioner va qulay o'rindiqlar mavjud bo'lishi kutilmoqda. Yuk platformasi afzalligi. Orqa yuk qismi Jimny Pickupni oddiy suvdan ko'ra ko'proq foydali qiladi. Siz bu yerga qurilish buyumlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, lager jihozlari yoki sayohat anjomlarini bemalol joylashingiz mumkin. Bu xususiyat uni fermerlar uchun, kichik biznes egalari uchun, off-road ishqibozlari uchun, travel bloggerlar uchun ideal avtomobilga aylantiradi. Kutilayotgan narx. Agar Suzuki bu modelni ommaviy ishlab chiqarishga chiqarsa, Osiyo bozorida narxi taxminan 18-25 ming AQSh dollari atrofida bo'lishi mumkin. Pokiston yoki Markaziy Osiyo hududlarida esa Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyasining eng kuchli namunalaridan biri haqida gaplashamiz. Siz ko'rib turgan bu traktor 2026 yil modeli bo'lib, kuch, barqarorlik va ishonchlilikni birlashtirgan haqiqiy ish mashinasidir. Ushbu texnika nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki imkoniyatlari bilan ham dehqonchilik sohasida yangi bosqichni boshlab beradi. Bu traktor birinchi qarashdayoq o'zining massiv gildiraklari, agressiv old panjarasi va zamonaviy kabinasi bilan e'tiborni tortadi. Keng va qulay salon haydovchi uchun maksimal komfort yaratadi. Ichkarida ergonomik o'rindiq, zamonaviy boshqaruv paneli va raqamli displey mavjud bo'lib, barcha muhim ko'rsatkichlar bir qarashda ko'rinadi. Uzoq vaqt dalada ishlaganda ham charchoq sezilmaydi. Dvigatel quvvati juda yuqori bo'lib, og'ir yuklarda ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. Taxminiy qiymati 25-35 lakh oraligida bo'lishi ehtimol. Bozorga ta'siri. Suzuki Jimny Pickup Concept chiqsa, u kichik pikap segmentida katta raqobat yaratadi. Toyota Hilux, Isuzu Mach kabi modellarga kichik, ammo juda chaqqon alter. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz avtomobil olamida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan yangi model Suzuki Jimny Pickup Concept haqida batafsil gaplashamiz. Bu oddiy Jimny emas. Bu afsonaviy Jimny'ning pikap ko'rinishdagi yangi talqini bo'lib, u off-road kuchi va yuk tashish qulayligini birlashtiradi. Birinchi qarashdayoq avtomobilning qanchalik agressiv va kuchli dizaynga ega ekanini ko'rish mumkin.
Old qismida dumaloq LED faralar, qora radiator panjarasi va markazda Suzuki logotipi joylashgan. Bu traktor turli xil qishloq xo'jaligi ishlarini bajarishga mos. Yer haydash, ekin ekish, yuk tortish, sug'orish tizimlari bilan ishlash va boshqa ko'plab vazifalarni osonlik bilan uddalaydi. Yonilgi tejamkorligi ham alohida e'tiborga loyiq, chunki bugungi kunda har bir tomchi yoqilgi muhim hisoblanadi. Gildiraklarning maxsus protektori loyqa va notekis yer sharoitida ham sirpanmasdan harakatlanishga yordam beradi. Mustahkam shassi va kuchli transmissiya tufayli traktor og'ir agregatlar bilan ishlaganda ham o'z muvozanatini saqlab qoladi. Bu esa fermerlar uchun katta yengillik, chunki har qanday ob-havo sharoitida ish to'xtab qolmaydi. Zamonaviy xavfsizlik tizimlari haydovchini himoya qiladi. Kabina ichidagi shovqin darajasi kamaytirilgan, konditsioner va ventilyatsiya tizimi esa issiq yoz kunlarida ham qulay muhit yaratadi. Kechki payt ishlash uchun kuchli LED chiroqlar o'rnatilgan bo'lib, ular keng maydonni yoritib beradi. Bu traktor O'zbekiston sharoitiga juda mos keladi. Paxta dalalari, bug'doy maydonlari yoki bog'larda ishlash uchun birdek qulay. Texnik xizmat ko'rsatish ham oddiy va ehtiyot qismlarni topish oson. Shu sababli ko'plab fermerlar aynan shunday modellarga ishonch bildirmoqda. Agar siz kuchli, ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan traktor izlayotgan bo'lsangiz, bu model siz uchun a'lo tanlov bo'la oladi. U nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki vaqt va mablagingizni ham tejaydi. Har bir detali puxta o'ylangan, har bir funksiyasi real dala ehtiyojlari asosida ishlab chiqilgan. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida texnologiya juda tez rivojlanmoqda. Shunday paytda zamonaviy traktorlar fermerlarning eng yaqin yordamchisiga aylanmoqda. Ushbu 2026 model traktor esa aynan kelajak uchun yaratilgan texnika bo'lib, kuch va innovatsiyani bir joyga jamlagan. Aziz do'stlar, agar sizga mana shunday professional texnikalar haqidagi videolar yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana ko'plab yangi traktorlar, qishloq xo'jaligi mashinalari va foydali sharhlar sizni kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Bu traktor har qanday qishloq xo'jaligi vazifalarini bajarishga tayyor. Yer haydash, ekin ekish, yuk tortish yoki boshqa og'ir ishlarda u o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Kuchli dvigatel barqaror ishlaydi, yonilgi sarfi esa tejamkor. Shu sababli fermerlar uchun bu model juda qulay tanlov hisoblanadi. Ichki kabinaga e'tibor bersak, haydovchi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qulay o'rindiq, zamonaviy boshqaruv paneli va raqamli ko'rsatkichlar ish jarayonini osonlashtiradi. Konditsioner va shamollatish tizimi issiq kunlarda ham qulay muhit yaratadi. Kuchli LED chiroqlar esa kechasi ham bemalol ishlash imkonini beradi. Gildiraklarning maxsus protektori loyqa va notekis maydonlarda ham sirpanmasdan harakatlanishga yordam beradi. Mustahkam shassi va kuchli transmissiya tufayli traktor og'ir agregatlar bilan ishlaganda ham barqaror qoladi. Bu esa vaqtni tejaydi va ish unumdorligini oshiradi. Ushbu 2026 model traktor O'zbekiston sharoitiga juda mos. Paxta dalalari, bug'doy maydonlari va bog'larda birdek samarali ishlaydi. Texnik xizmat ko'rsatish oson, ehtiyot qismlari esa tez topiladi. Shuning uchun ko'plab fermerlar aynan shunday zamonaviy texnikaga ishonch bildirmoqda. Agar siz kuchli, ishonchli va uzoq muddat xizmat qiladigan traktor izlayotgan bo'lsangiz, bu model aynan siz uchun. U ish samaradorligini oshiradi, vaqtingizni tejaydi va kundalik mehnatingizni ancha yengillashtiradi. Aziz do'stlar, agar sizga shunday texnik sharhlar yoqsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yana ko'plab yangi videolar sizni kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.